Choli qushi. Rashod Nuri Guntekinning qalamiga mansub Choli qushi romani ilk bor 1922-yilda chop etilgan. Romandagi voqealar Birinchi jahon urushi arafasida va urush yillarida yuz beradi. Ushbu romanning kitobxonni hayajonga soluvchi, uni darhol o'ziga rom qiluvchi jihatlari nimada? Uning eng birinchi fazilati romanning bosh qahramoni bo'lmish tadbirkor, jur'atli, dilbar va oqila qiz Feride obrazidir. Siz romanni o'qir ekansiz, ko'z o'ngingizda Feridening ham shaddod, ham sho'x va iffatli qiyofasi namoyon bo'ladi. Siz u bilan birga hayotda ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tgandek, yaxshi odamlarni sevib, yomonlardan birgalikda nafratlangandek bo'lasiz. Siz kitobning so'nggi sahifasini yopar ekansiz, shunday zukko va shunday xushchaqchaq, lobar qiz yo'lida uchragan hamma g'ovlarni, jamiki tahqir va kamchiliklarni daf qilib, nihoyat baxtini topganligidan quvonasiz. Siz Feride bilan birga ko'p jihatdan ahvoli hozir ham o'zgarmagan turk qishloqlarini kezib chiqasiz. U yerdagi og'ir sharoitni, savodsiz, och, yupun qishloq bolalarini ko'rib achinasiz.